Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, yosh ustamasi nega menga kelmadi? Qo'shnimga tushdi, menga tushmadi. Onam bir xil yoshda, lekin pul qo'shilmadi degan savollar juda muhim. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har birimizning uyimizda pensioner, nafaqa oluvchi, keksa ota-ona yoki yaqin qarindosh bor. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan bitta kichik hujjat, bitta noto'g'ri ma'lumot yoki bitta tushunmovchilik sabab ustamasini olmay yuradi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odamlar tushunadigan qilib pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va huquqiy masalalarni tushuntirib boraman. Avval eng muhim narsani aytib olay. Yosh ustamas degani ma'lum yoshga yetgan hamma odamga avtomatik pul tushadi degani emas. Ko'pchilik xato aynan shu joyda boshlanadi. Odamlar eshitadi, falon yoshdan keyin ustama berilar ekan, keyin o'zidan kelib chiqib xulosa qiladi. Demak, men ham shu yoshga kirdim. Menga ham tushish kerak. Lekin amalda bu to'lovning o'z shartlari, hujjatlari, bazadagi ma'lumotlari, pensiya yoki nafaqa turi, yashash holati va ba'zan qo'shimcha tekshiruvlar bo'ladi. Oldin ko'p jarayonlar qo'lda yuritilardi. Pensiyaning tug'ilgan sanasi, pensiya turi, yashash manzili, hujjatlari mahalliy bo'limlarda alohida papkalarda saqlanardi. Biror ustama tayinlanishi kerak bo'lsa, xodimlar hujjatni ko'rib, ariza olardi yoki ro'yxat shakllantirardi. Hozir esa ko'p narsa elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni, odam sarson bo'lish kamayadi, ma'lumotlar tezroq ko'rinadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Bazadagi bitta raqam xato bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, yashash joyi mos kelmasa yoki pensiya turi bo'yicha cheklov bo'lsa, ustama to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, menga ustama kelmadi degan savolga javob berish uchun faqat yoshga qarash yetarli emas. To'liq holatni ko'rish kerak. Siz necha yoshdasiz? Qanday pensiya yoki nafaqa olasiz? Hujjatlaringiz yangimi? Tizimda tug'ilgan sana to'g'rimi? Sizda bir nechta to'lov bormi? Vaqtincha boshqa joyga ko'chganmisiz? Bank kartangiz faolmi? Bularning hammasi ahamiyatli. Asosiy qism 1. Kim xavotir olishi kerak? Kim esa xavotir olmasa bo'ladi birinchi holat. Odam yosh chegarasiga hali to'liq yetmagan bo'lishi mumkin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p uchraydigan sabab shu. Masalan, bir ayol 1979 yil noyabrda tug'ilgan bo'lsa, u 2024 yil boshida men shu yil kerakli yoshga kiraman deb o'ylaydi. Lekin ustama yil boshidan emas, aynan yoshga to'lgan sanadan yoki qonunchilikda belgilangan tartib bo'yicha keyingi oy to'lovidan hisoblanishi mumkin. Ya'ni yanvarda emas, noyabrdan keyin yoki dekabr to'lovida ko'rinishi ehtimol. Shu sababli qo'shnimga keldi, menga kelmadi deganda tug'ilgan oy va kunni ham solishtirish kerak. Ikkinchi holat, pensiya turi mos kelmasligi mumkin. Barcha to'lovlar bir xil emas. Kimdir yoshga doir pensiya oladi. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladi. Kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Tashqaridan qaraganda hammasi pensiya deb aytiladi. Lekin huquqiy jihatdan farq qiladi. Ayrim ustamalar aynan pensiya oluvchilarga tegishli bo'lishi, ayrimlari esa ma'lum nafaqa turiga ham qo'llanishi mumkin. Shuning uchun men ham har oy pul olaman, demak ustama ham kelishi kerak degan xulosa doim ham to'g'ri emas. Masalan, 72 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning hujjatlari to'liq, tug'ilgan sanasi to'g'ri, pensiya turi mos. U belgilangan yoshga yetganda ustama qo'shilishi ehtimoli yuqori. Lekin boshqa bir 72 yoshli fuqaro ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Uning ish staji yetmagan, pensiyasi emas, nafaqasi bor. Agar amaldagi tartib aynan pensiya oluvchilarga qaratilgan bo'lsa, unda bu odamga avtomatik ustama tushmasligi mumkin. Bu adolatsizlikdek ko'rinadi. Lekin masala qonunda qanday yozilganiga borib taqaladi. Uchinchi holat. Bazadagi tug'ilgan sana xato. Bu ayniqsa eski hujjatlarda ko'p uchraydi. Masalan, fuqaroning eski pasportida tug'ilgan sana 1 mart, yangi ID kartada 3 yanvar bo'lib qolgan yoki pensiya hujjatida 1 sana. FHDYO bazasida boshqa sana turibdi. Tizim odamni hali kerakli yoshga yetmagan deb ko'rsatishi mumkin. Natijada ustama avtomatik belgilanmaydi. Odam esa mening metrikamda aniq yozilgan deydi. To'g'ri? Lekin davlat tizimlari orasida ma'lumot mos bo'lmasa, to'lovda muammo chiqadi. 4-holat, hujjat yangilanmagan. ID karta, pasport, yashash manzili, familiya o'zgarishi, vafot etgan turmush o'rtog'i bo'yicha ma'lumotlar. Vasiylik hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari yangilanmasa, tizim to'lovni ko'rishi mumkin.
lekin amalda pul tushmasligi yoki qaytishi mumkin. Masalan, taqvim yoshli onaxon pensiyani eski bank kartasiga olib yurgan. Karta muddati tugagan. Farzandlari ustama kelmadi deb o'ylaydi. Aslida esa umumiy to'lov bankda texnik sabab bilan o'tmagan bo'lishi mumkin. Yoki pul tushgan, lekin alohida yosh ustamasi deb ko'rinmagan. Umumiy pensiya summasiga qo'shilib ketgan. 5-holat. Odam bir nechta to'lov kutmoqda, lekin qonunchilik bo'yicha takroriy ustama berilmasligi mumkin. Ba'zi fuqarolarda nogironlik bo'yicha qo'shimcha, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom bo'yicha qo'shimcha, alohida xizmatlar uchun ustama, parvarish bilan bog'liq to'lovlar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bitta ustama boshqasiga ta'sir qilishi yoki ayrim to'lovlar birgalikda berilmasligi mumkin. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Fuqaro oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Ustiga 300.000 so'm qo'shimcha bor. U yana yosh bo'yicha 200.000 so'm kutadi. Lekin tizimda mavjud qo'shimcha boshqa tartib asosida hisoblangan bo'lsa, yangi ustama alohida chiqmasligi yoki qayta hisob-kitobdan keyin umumiy summaga qo'shilib ko'rinishi mumkin. Shuning uchun faqat SMSdagi yakuniy summaga qarab xulosa qilmaslik kerak. Pensiya hisob varaqasini ko'rish kerak. 6-holat. Yashash joyi va ro'yxat masalasi. Odam Toshkentda farzandlari bilan yashaydi, lekin doimiy ro'yxat Qashqadaryoda. Pensiya ish hujjati bir tumanda, real yashash boshqa tumanda. Odatda pensiya to'lovi ro'yxatdagi yoki pensiya ishi yuritilayotgan hudud orqali nazorat qilinadi. Agar odam ko'chgan bo'lsa, pensiya ishini ko'chirish, manzilni yangilash. Mahalla yoki tegishli idoralardagi ma'lumotlarni moslashtirish kerak bo'lishi mumkin. Aks holda bir bo'lim bizda faol emas deydi, boshqasi ishi bizga kelmagan deydi. Natijada odam oylar davomida ustama nega tushmayapti deb yuradi. 7-holat ustama kelgan, lekin odam uni alohida ko'rmayapti. Bu ham juda keng tarqalgan. Ba'zan pensiya qayta hisoblanganda SMSda faqat umumiy summa ko'rinadi. Masalan, oldin 1.000 so'm tushgan, keyin 1.700 so'm tushgan. Odam narxlar oshgani uchun yoki indeksatsiya bo'lgani uchun deb o'ylaydi. Aslida uning ichida yosh ustamasi ham bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun mening pensiyam tarkibi qanday deb so'rash kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limi yoki may? Govuz orqali imkon bo'lsa pensiya hisob-kitobini tekshirish kerak. Eng birinchi nozik shart. Qo'shnim oldi degan dalil huquqiy dalil emas. Men amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Odamlar mahallada bir-biridan eshitib, o'z huquqini shunga qarab baholaydi. Lekin qo'shningizning pensiya turi boshqa bo'lishi mumkin. Staji boshqa, hujjatlari to'liq, yoshga to'lgan sanasi oldinroq, u boshqa toifadagi imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Hatto bir xil yoshdagi ikki insonning pensiya summasi ham mutlaqo farq qiladi. Chunki ish staji, ish haqi, ustamalar, oldingi qayta hisob-kitoblar va to'lov turi farq qiladi. Ikkinchi nozik jihat. Ustama har doim arizasiz tushadi deb o'ylash xavfli. Ko'p hollarda tizim avtomatik ishlashi kerak. Lekin avtomatik tizim faqat ma'lumot to'g'ri bo'lsa ishlaydi. Agar tizim sizni topmasa, hujjatingizda farq bo'lsa, tug'ilgan sana mos kelmasa, pensiya ishingizda kamchilik bo'lsa, avtomatik to'lov kutib o'tirish vaqt yo'qotish bo'ladi. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Belgilangan yoshga yetganingizdan keyin birinchi yoki ikkinchi to'lovda o'zgarish bo'lmasa, o'zi tushar deb 6 oy kutmang. Darhol aniqlashtiring. 3-nozik jihat, yoshga kirgan kun bilan to'lov kuni bir xil emas. Masalan, odam 10 may kuni kerakli yoshga to'ldi. Pensiya esa har oyning 5 sanasida tushadi. Demak, may oyi to'lov allaqachon shakllanib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ustama iyun oyida qo'shilishi. Ayrim hollarda may oyidan hisoblab qo'shib berilishi mumkin. Shu joyda odamlar menga bermadi deb asabiylashadi. Aslida texnik davr bo'lishi mumkin. Lekin bu davr juda cho'zilib ketsa, albatta murojaat qilish kerak. 4-nozik jihat, vafot etgan shaxs nomiga ustama bo'lmaydi. Lekin merosxo'rlar ayrim to'lanmay qolgan summani talab qilishi mumkin. Masalan, otaxon belgilangan yoshga yetgan, lekin qayta hisob-kitob qilinmay vafot etgan. Farzandlar keyin bilib qoladi. Bunday vaziyatda endi bo'ldi, pul kuyib ketdi deb o'ylamaslik kerak. Agar haqiqatan ham to'lanishi kerak bo'lgan, lekin o'z vaqtida berilmagan summa bo'lsa, hujjatlar bilan murojaat qilish mumkin. Lekin bu har doim ham oddiy emas. O'lim haqidagi guvohnoma, merosxo'rlik hujjatlari, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, chet elga ketgan pensionerlar. Agar fuqaro uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi, identifikatsiya, hayotligini tasdiqlash, bank operatsiyalari bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin.
Odam mening yoshim yetdi, kartaga tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin tizimda to'lov vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa, ustama ham tushmaydi. Bunday holatda avvalo asosiy pensiya holatini tiklash kerak. Ustama asosiy to'lovga bog'liq bo'lganligi uchun asosiy to'lov faol bo'lmasa, qo'shimcha ham yurmaydi. 6-chi nozik jihat: vasiy yoki ishonchli vakil orqali olinadigan pensiyalar. Keksalar orasida sog'lig'i sabab bankka bora olmaydigan, hujjat ishlarini farzandi yoki qarindoshi yuritadiganlar ko'p. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, vasiylik hujjati yangilanmagan bo'lsa, to'lov jarayonida muammo chiqadi. Bu bevosita yosh ustamasiga emasdek ko'rinadi. Lekin amalda pulni olishda to'siq bo'ladi. Shuning uchun ishonchnoma, bank vakolati, parvarish qiluvchi shaxs hujjatlari ham tartibda bo'lishi kerak. 7-chi nozik jihat: minimal pensiya oshdi. Demak, yosh ustamasi ham oshishi kerak degan tushuncha har doim to'g'ri emas. Ayrim ustamalar bazaviy miqdorga bog'langan bo'lishi mumkin. Ayrimlari qat'iy summa bo'lishi mumkin. Ayrimlari qayta hisob-kitob qilinadi. Ayrimlari esa alohida qaror bilan o'zgaradi. Shuning uchun umumiy pensiya oshishi va yosh ustamasi oshishini bir xil narsa deb qabul qilmaslik kerak. Agar pensiyangiz oshgan bo'lsa, bu indeksatsiya bo'lishi mumkin. Agar oshmagan bo'lsa, bu ustama umuman yo'q degani ham emas. Hisob tarkibini ko'rmasdan aniq xulosa qilish noto'g'ri. 8-chi nozik jihat: hujjatdagi ism familiya farqi. Masalan, eski hujjatda O'g'loy, yangi hujjatda O'g'loy, bir joyda apostrof bor. Bir joyda yo'q. Otasining ismi boshqacha yozilgan. Elektron tizim buni ba'zan boshqa shaxsdek ko'rishi mumkin. Ayniqsa Sovet davridagi tug'ilganlik guvohnomalari, nikohdan keyingi familiya o'zgarishi. Ruscha va o'zbekcha yozuvlar farqi sabab muammolar chiqadi. Bunday holatda IFD-yo bo'limidan ma'lumotlarni to'g'rilash, ID karta ma'lumotlarini moslashtirish, pensiya bo'limiga tasdiqlovchi hujjat taqdim etish kerak bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar sizga yoki yaqinlaringizga yosh ustamasi kelmagan bo'lsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam: avvalo yoshni aniq tekshiring, faqat yilga qaramang. Tug'ilgan kun, oy va yilni ko'ring. Kerakli yoshga aynan qachon to'lgansiz? To'lov o'sha oydan oldin shaxrlanib bo'lganmi yoki keyingi oyga o'tganmi? Agar yoshga endi bir necha kun oldin to'lgan bo'lsangiz, darhol vahima qilish shart emas. Lekin 1-2 oylik to'lov o'tib ketgan bo'lsa, tekshiruv boshlash kerak. Ikkinchi qadam: pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Men pensiya olaman deyish yetarli emas. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Boshqa to'lovmi? Buni bank SMSdan bilib bo'lmaydi. Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki elektron xizmatlardan aniqlash kerak. Agar turini bilsangiz, ustamangizga tegishlimi yoki yo'qmi? Ancha oson tushunasiz. 3-qadam: pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Men hammaga shuni tavsiya qilaman. Mening oylik pensiyam tarkibi qanday summalardan iborat? deb yozma yoki og'zaki so'rang. Asosiy pensiya qancha, qo'shimcha to'lovlar qancha, indeksatsiya qachon bo'lgan? Yosh bo'yicha ustama qo'shilganmi yoki yo'qmi? Agar xodim faqat sizga chiqmaydi desa, sababini aniq so'rang. Qaysi asosga ko'ra chiqmaydi deb so'rashga haqqingiz bor. 4-qadam: hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta yoki pasport kerak bo'ladi. Agar eski tug'ilganlik guvohnomangizda sana bilan bog'liq muammo bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar, bank kartasi rekvizitlari. Yashash manzili bo'yicha ma'lumot, agar vakil borayotgan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat ham foydali. 5-qadam: pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Masalan, men falon sanada tug'ilganman, falon turdagi pensiya olaman. Belgilangan yoshga falon sanada to'lganman. Shu munosabat bilan yosh bo'yicha ustama tayinlangan yoki tayinlanmaganini tekshirib berishingizni, agar tayinlanmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam: agar sizga og'zaki javob yoqmasa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap yo'qolib ketadi. Bugun bir xodim keladi deydi, ertaga boshqasi kelmaydi deydi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi va unga javob berilishi kerak. Murojaatni pensiya jamg'armasi bo'limiga mail.uz orqali yoki tegishli davlat organining rasmiy qabul kanallari orqali yuborish mumkin. Javobda sabab ko'rsatiladi.
Ana o'sha sababni ko'rib, keyingi qadamni tanlaysiz. 7-qadam. Ma'lumotlar xato bo'lsa, avval ularni to'g'rilang. Masalan, tug'ilgan sana. Foydada yo'l bazasida boshqacha chiqsa, pensiya jamg'armasiga borishning o'zi yetmasligi mumkin. Avval foydada yo'l bo'limida yozuvni tekshirtirasiz. Kerak bo'lsa tuzatish kiritasiz. Keyin yangilangan ma'lumot bilan pensiya bo'limiga qaytasiz. Agar pasport ma'lumotida xato bo'lsa, ichki ishlar yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi orqali hujjatni to'g'rilash kerak bo'ladi. Chunki pensiya tizimi boshqa bazadan kelgan xato ma'lumotni o'zi o'zgartirib qo'ya olmaydi. 8-qadam. To'lanmay qolgan davr uchun qayta hisob-kitobni so'rang. Agar siz haqiqatan ham ustamaga huquqli bo'lgan bo'lsangiz, lekin texnik xato, ma'lumot mos kelmasligi yoki idora kechikishi sabab berilmagan bo'lsa, o'tgan davr uchun qayta hisoblab berilsin deb so'rash kerak. Bu jumlani murojaatda alohida yozing. Chunki faqat ustama tayinlab bering desangiz, ular kelgusi oydan tayinlashi mumkin. Siz esa avvalgi oylar ham tekshirilishini xohlaysiz. 9-qadam. Bank bilan ham tekshiring. Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, bank kartasida bo'ladi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, rekvizit o'zgargan, to'lov qaytgan. Bank ilovasida summa noto'g'ri ko'ringan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan oxirgi oylar tushumlari bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada summa, sana va to'lov manbasi aniq ko'rinadi. Shundan keyin pensiya bo'limi bilan gaplashish osonlashadi. 10-qadam. Barcha javob va hujjatlarni saqlang. Har bir arza nusxasi, javob xati, bank ko'chirmasi, hujjat tuzatish haqidagi ma'lumot. Bularning hammasini bitta papkaga yig'ing. Agar keyin yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilishga to'g'ri kelsa, aynan shu hujjatlar sizga yordam beradi. Hujjatsiz faqat menga aytishgani degan gap bilan natijaga erishish qiyin. Men oddiy bir hayotiy vaziyatni aytaman. Farzand onasi uchun murojaat qiladi. Onasi kerakli yoshga yetgan, lekin ustama kelmagan. Tekshirilsa, onaning pensiya ishidagi tug'ilgan sanasi eski pasport bo'yicha 1929 yil deb kiritilgan. ID kartada esa 1940 yil. Tizimda farq borligi uchun avtomatik hisob ishlamagan. Farzand avval ifshaydi yo'l ma'lumotini, keyin ID ma'lumotini, keyin pensiya bo'limidagi yozuvni moslashtirgan. Shundan keyin ustama tayinlangan va kechikkan oylar bo'yicha ham qayta hisob-kitob qilingan. Agar ular kelmadi, demak chiqmas ekan deb o'tirganida pulni yo'qotib qo'yishi mumkin edi. Yana bir misol. Otaxon pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lgan. U qo'shnisidan eshitib yosh ustamasini kutgan. Tekshiruvda ma'lum bo'lgan, qo'shnisi yoshga doir pensiya oladi. Otaxon esa boshqa turdagi nafaqa oladi. Ustama sharti esa aynan pensiya turiga bog'liq ekan. Bu holatda xodimlarning aybi yo'q. Lekin otaxonga boshqa ijtimoiy yordam turlari, mahalla orqali moddiy yordam, parvarish masalalari bo'yicha maslahat berish mumkin bo'lgan. Demak, bitta eshik yopiq bo'lsa, boshqa imkoniyatlarni ham tekshirish kerak. Yana bir vaziyat, pensionerga ustama aslida qo'shilgan, lekin u sezmagan. Oldin 20 yili 430 ming so'm olgan, keyin 20 yillik bejid 10 ming so'm tushgan. U bu oddiy oshish deb o'ylagan. Hisob varaqasini olganda ichida yosh bo'yicha qo'shimcha borligi ko'ringan. Shuning uchun men aytaman, bank SMS'i huquqiy hisob-kitob emas. Haqiqiy javob pensiya tarkibida ko'rinadi. Xulosa shuki, yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining sabablari ko'p. Yosh chegarasiga hali to'liq yetmagan bo'lishi mumkin. Pensiya yoki nafaqa turi mos kelmasligi mumkin. Bazada tug'ilgan sana xato bo'lishi mumkin. Hujjatlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. To'lov umumiy summaga qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki qayta hisob-kitob hali amalga oshmagan bo'lishi mumkin. Men sizga eng to'g'ri yo'lni aytdim. Yoshni aniq tekshiring. Pensiya turini biling. Hisob-kitob varaqasini so'rang. Hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Xato ma'lumotlarni to'g'rilang va agar haqingiz bo'lsa, o'tgan davr uchun qayta hisob-kitobni talab qiling. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Yoshingiz nechada? Qanday to'lov olasiz va ustama kelganmi yoki yo'qmi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oyma-oy oladigan pulini tiklab berishi mumkin.